Ertalabda o'zim mashq qilib turaman-da men. Shug'ullanaman, ha? Ha, shug'ullanib turaman. Qanigalar bormi akalar? Malades. Energiya kuchli aka sizda energiya. Qahramon akami qiz zavodidamiz. Qahramon aka qishlar eng arzoni sizda baribir. Eng arzoni. Tushib berasiz. Tushib kelishib nima qilib beramiz. O'zingiz olib borib uylarni qurib, o'sha dig'ishman bitirib, borib to'ylarni ham qilib beraverasiz. Xudo xolasa, gap yo'q. To'y ham. Aka bunaqa artist bormi aka? Bunaqa xonanda yo'q. Qo'yam deydi. Hammasi allashga turadi. Qo'y aka mendan artist ag'i sizdan ekanda. Ha? Xudo xolasa. Xudo xolasa akalar biz kelaversa, tortmasdan kelaversizlar. Qahramon akamizni g'ish zavodiga kelganmiz. Narxlari eng qulay narxda arzon qilib berishadi akalar. Xudo xolasa g'ish kimga kerak bo'lsa pishgan g'ishlar. Sho'r chiqmaydi, standartga javob beradi. Cheklanmagan miqdorda bor, zakaz qilasiz, sraz yetkazib beriladi akalar. Pochurut unaqa narsa yo'q. Telefon qiling, sraz ishingiz bitadi. To'g'rimi Qahramon aka? Rahmat. Mister Qahqani g'ish zavodi akalar. Like bosib, Qahramon akamdan kommentariy yozib beringlar. Qahramon akam o'rtoqlarga tashlab qo'yinglar videoni.